atrofni ko'zitib. Hozir putimning mag'duri bor. Sakrash iqtidorimdan aytganda chiqib keta olmayman. Agar putimning ostiga quygudak bir narsa topsam, bu chelakdan chiqib ketishga umid bor, debdi. Shuning bilan 3-paqa u yoq bu yoqqa uzib, putining ostiga quygudak narsa uzdabdi. Paqa to'xtamay uzibdi, ammo hech narsa topolmabdi. Biroq sut paqaning to'xtamay uzishi bilan uyib, qaymoq bo'lib shakllanibdi. Qaymoqning yordamida paqa kuchab bir sakrab chelakdan chiqib ketibdi. Shundoq do'stlar. Passiv, umidsiz odamlar fursatni kutmaydi. Ularning yuragi allaqachon o'lgan bo'ldi. Tashabbuskorlik bilan hal qilish chorasini izlagan odamlar mo'jiz yaratdi. Anlayotganlar bu kechisiz tanamas programmasining hayot hikmatlari sayfisi. Rivoyat qilinishicha, bir podshoh bolasini ustozga topshirib beribdi. O'g'li 10 yilda o'rganish kerak bo'lgan ilm savoqlarini hammasini layoqatli tugitibdi. Shuningdek, uyga qaytishga tayyorlik qilib turganda shogirdini ustozi huzuriga chaqirtibdi. Shogirdini keltirib kelib bir tastak sapdi. Bekar-bekardan urilgan bu tastak shogirdining ichiga o'tib ketdi. Ochchig'i bahli ketdi. Shogirdlik hurmatida ustozga gap qila olmabdi. Yillarning o'tishi bilan otasining o'rniga shoh bo'lganda, uning birinchi qilgan ishi ustozni huzuriga elib kelib, osh kundagi tastak sababini so'raganda, ustozi shundoq javob beribdi. Men sizni beka-bekadan urmadim. Ana, shu tastak 10 yildan beri qalbingizda o'chmay kelibdi. Bilib qilingki, siz kimga zulm qilsangiz, shuning qalbida alam ham saqlanadi. Bu mening eng oxirgi darsim edi, debdi. Shundoq do'stlar, inson umrda kimdan azor yeyishini biladi, ammo kimga azor berishini bilmaydi. Agar bilgan bo'lsa edi, hech kimga azor bermagan bo'ladi. Programmamizni yoqtirgan bo'lsangiz, 2-chi sayfisiga quloq soling. Assalomu alaykum do'stlar, anglayotganlar bu kechisiz tanamas programmasining hayot hikmatlari. Danışman ot bo'lurmiz, o'z turmush tajribalarini yig'inchoqlab, tatliq qilib avlodlarga noiti falsafaviy maqol tamsillarni qoldirib ketgan. Yani bulardan misali Mo'rining isini turxun bilar, begimning qo'rsqi to'q quli bilan ish yo'q degandek. Qeni tuanda bireylarning o'z xotirasiga yozgan bu jumlalarga quloq solaylik. Sening ma'langda optab chiqqanda, mening ma'lamda yomg'ir yoqqan. Sen yomg'irni emas, quyoshni ko'rganing uchun mening yomg'irda to'nglig'inimdan havassiz. Sening beg'ingda gul ichilganda
mening beg'imdagi gulga ushuk tekkan. Sen